Samarqand viloyati bojxona boshqarmasi tomonidan tovarlar chiqarib yuborilganidan keyingi bojxona nazorati doirasida maxsus iqtisodiy zonalarda faoliyat yuritayotgan korxonalarga berilgan bojxona imtiyozlarining maqsadli qo'llanilishi yuzasidan tizimli tekshiruvlar olib borilmoqda. Navbatdagi nazorat tadbiri Samarqand viloyati bojxona boshqarmasi, bojxona auditi sho'basi hamda Samarqand tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postining Urgut tumanidagi qo'shma korxonada o'tkazildi. Tekshiruvda korxona rahbariyati va mas'ul xodimlar ham ishtirok etdi. Nazorat tadbiri Samarqand viloyati bojxona boshqarmasining 2026-yil 25-maydagi tegishli qarori hamda O'zbekiston Respublikasining maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risidagi qonunining 39-moddasi talablari asosida amalga oshirildi. Unda maxsus iqtisodiy zona ishtirokchilariga ishlab chiqarish va tayyor mahsulotni eksport qilish maqsadida olib kirilgan xom ashyo va materiallarga berilgan bojxona imtiyozlaridan qonuniy va maqsadli foydalanilganligi o'rganildi. Tekshiruv davomida korxona tomonidan Xitoy davlatidan 43 partiyada jami 498.3 ming AQSh dollari qiymatidagi umumiy og'irligi 696.6 tonnadan ortiq bo'lgan xom ashyo va materiallar bojxona to'lovlaridan imtiyoz qo'llangan holda olib kirilgani ma'lum bo'ldi. Mazkur imtiyozlar ushbu xom ashyolardan tayyor mahsulot ishlab chiqarib uni eksport qilish sharti bilan berilgan. Mazkur holatda tadbirkorlik subyektiga bojxona to'lovlaridan berilgan imtiyozlarga qaramasdan tadbirkor tomonidan amaldagi tartib-qoidalarga rioya etilmaganligi aniqlandi. Natijada davlat byudjetiga qiymati 565 million so'm qo'shimcha bojxona to'lovlari hisoblandi. Ayni paytda holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.